Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz organizmlarning ko'payishi. Ko'payish nima? Ko'payish organizmlarning o'ziga o'xshaganlarini yarata olish xususiyatidir. Ushbu demak ko'payish mavzumizda ikkita termin ham qatnashyapti. Demak, irsiyat va o'zgaruvchanlik. Irsiyat deganda ota-ona belgi xususiyatlarini avlodlarda namoyon bo'lishi. O'zgaruvchanlik esa yangi avlodning ayrim belgilari ota-onadan farq qilishi. Irsiy axborot degan tushuncha ham bor. Irsiy axborot tushunchasi bu organizmning tuzilishi va rivojlanishi to'g'risidagi dastur hisoblanadi. Demak, organizmlar qanday ko'payadi? Keling, ushbu savolga javob beramiz. Demak, tirik organizmlar jinsiz va jinsiy usullarda ko'payadi. Jinsiz ko'payish, bo'linish, spora va vegetativ usullarda bo'ladi. Jinsiz ko'payishda hosil bo'lgan avlod ota-onaga nisbatan aynan o'xshash bo'larkan, ya'ni ota-onaga aynan o'xshash hisoblanadi. Jinsiy ko'payishda jinsiy hujayralar, ya'ni gametalar ishtirokida boradi, ya'ni aynan gametalarning qo'shilishi natijasida urug'lanish amalga oshadi. Urug'langandan keyin zigota hosil bo'ladi. Demak, quyida ushbu ko'payish xillariga oid rasmlar keltirilgan, bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, siz buni bildingizmi sahifasiga keldik. Ushbu sahifamizda 3 ta savol berilgan. Yuqoridagi ma'lumotlar asosida mana shu yerda videoni pauza holatiga keltirib, savollar bilan tanishib, javob berib o'tishingiz mumkin. Jinsiz va jinsiy ko'payishning ahamiyati. Qanday ahamiyatga ega? Demak, jinsiy ko'payish asosan sharoit nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, noqulay sharoitda boradigan jarayon hisoblanadi. Lekin avlod ota-onaga nisbatan aynan shu ko'payish natijasida hosil bo'lgan avlodimiz ota-onaga nisbatan tashqi muhitning sharoitlariga moslashgan va yashovchanligi yuqori bo'ladi. Ikkinchi usulimiz jinsiz usul. Bu demak qulay sharoitda amalga oshadi va organizmlarning tez va ko'p nasl qoldirishini ta'minlaydi. Keling, bakteriyalar va protokistalarning ko'payishi bilan tanishib chiqamiz. Bakteriyalarda faqat jinsiz ikkiga bo'linish yoki demak binar bo'linish usulida ko'payadi. Ushbu rasmda demak bir donagina bakteriyani bo'linib ko'payishi ifodalangan. Demak, bittagina bakteriyaning demak bo'linib ikkita bakteriyani hosil qilishini kuzatishingiz mumkin. Binar bo'linish protoktistalar, oddiy amyoba, yashil evgelinia, tufilkada kuzatiladi. Faqat bakteriyadan farqi dastlabki yadro, keyin hujayra ikkiga bo'linadi. Ushbu quyidagi amyobaning rasmi bilan tanishadigan bo'lsak ham buni yaqqol demak anglab olishimiz qiyin emas. Dastlab o'sha demak bittagina amyobani yadrosini ikkiga bo'linishi, keyin o'sha hujayra qobig'ini demak sekin ikkiga bo'linish natijasida ikkita hujayrani hosil bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Bir va ko'p hujayrali suvutlarning ko'payishi. Bir hujayrali suvut xilominomonada qulay sharoitda jinsiz spora bilan, noqulay sharoitda jinsiy usulda gametalar hosil qilib ko'payadi. Jinsiz usulda ko'payishda ikki xilchillik harakatchan sporalar, zoosporalar deyiladi. Ya'ni zoospora hosil qilish bilan ko'payar ekan. Jinsiy ko'payishda esa ikkita xilchillik gametalar hosil bo'ladi. Endi qarang, xilchillar soni o'zaro teng, ya'ni zoosporada ham ikkita xilchim bor edi. Demak, gameta bilan ko'payishni jinsiy usulda ko'payishda ham ikki xilchillik gametalar hosil bo'ladi. Faqatgina demak gametalar suvda juft-jufti bilan bir-biriga qo'shilib zigotani hosil qiladi. Demak, quyi rasmda ushbu jarayon ta'minlangan. Mana bu yonimizda turgan rasmimizda demak o'sha gametalar qo'shilgandan keyin zigota hosil bo'ldi, urug'langan tuxum hujayra va zigota tinim davrini o'tagandan keyin mana shu zigotani o'zidan 4 ta yangi demak xilominomonada shakllanishini ko'rishimiz mumkin. Ko'p hujayrali suvutlardan Otrixning ko'payishi bilan tanishib o'tamiz. Asosan bunda ham ikki xil usul kuzatiladi: jinsiz va jinsiy usullar. Jinsiz ko'payish zoosporalar bilan ko'payish. Jinsiy ko'payish esa gametalar orqali bo'ladi.
Suvda gametalarning qo'shilishidan zigota hosil bo'ladi. Zigota tinim davrini o'tagach, 4 ta yangi hujayralar hosil bo'ladi. Xuddiki buni ko'payishi ham xlaminommonada bir hujayrali suv o'tiga o'xshash, hattoki zoospora yoki gameta degan tushunchalar ham o'xshash. Lekin nimada farqlimiz? Zoosporalarda hujayralar soni demak 4 ta, gametalarda 2 ta bo'ladi. Mana shu bilan demak xlaminommonadadan farqlanishini kuzatishimiz mumkin. Keling, siz buni bildingizmi sahifasiga yetib keldik. Ushbu sahifamizda demak 5 ta savol keltirilgan yuqoridagi ma'lumotlar asosida. Demak ushbu savollarni videoni shu yerda pauza holatiga keltirib, javob berib, tanishib, keyin davom etishingiz mumkin. Zamburug'larning ko'payishi. Zamburug'lar ham bir hujayrali va ko'p hujayralilarga bo'linadi. Demak, dastlabki zamburug'lar bu bir hujayrali achitqi zamburug'lari ushbu rasmda ifodalangan. Achitqi zamburug'i asosan jinssiz kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi. Demak, dastlabki ona hujayradan kurtak hosil bo'ladi. Kurtak tarkibida ham yadro, masalan, aynan ona hujayradagi yadro bo'linib, kurtakka ham yadroning shakllanishini, yangi bir hujayraning shakllanishini kuzatyapmiz va bu ona hujayradan alohida bo'linib, yana o'sha ona hujayra darajasiga yetganda bu yana demak kurtaklanib ko'paya boshlaydi. Aynan achitqi zamburug'larning ahamiyati o'sha demak kundalik hayotimizda ko'p ishlatiladigan o'sha non pishirish jarayonida oladigan bo'lsak, demak qulay sharoit bo'lganda aynan shu jarayonni demak nima qilishda texnologiyasida, misol uchun iliq suv va shakarli muhit bo'lganda achitqi zamburug' juda ham yaxshi ko'payadi. Bu xamirga solinadigan bo'lsa, xamirning yengil va g'ovak bo'lishini ta'minlab beradi va demak nonlarning juda chiroyli bo'lib chiqishini yordamlashadi keyin pishib chiqqan paytda. Demak, ko'p hujayrali zamburug'lar bilan davom etamiz. Ko'p hujayrali zamburug'larga bizga qalpoqchali zamburug'lar keltirilgan. Ushbu rasmdan demak rasmdan ham tanishib o'tishingiz mumkin. Asosan bu zamburug'larni yer osti qismida o'sha demak giflardan iborat mitsilli qismi va yer usti qismida meva tanasi demak bu yerda oyoqcha va qalpoqchasidan iborat qismlar joylashgan. Aynan qalpoqchaning ostki qismida sporangilarda esa sporalar yetiladi. Mana shu qora nuqtalar shaklidagi bu sporalar hisoblanadi. Yerga tushib, sekin asta keyin giflar hosil qilib, demak o'sha demak sekin asta meva tanalarini o'sib chiqishiga keyinchalik demak zamin bo'ladi desak adashmaymiz. Shuningdek, jinsiy usulda ham ko'p hujayrali zamburug'larni ko'payishini kuzatib o'tishimiz mumkin. Demak, davom etamiz. O'simliklarning ko'payishi. O'simliklar jinssiz ko'payishi spora yoki vegetativ usulda amalga oshadi. O'simliklarda vegetativ ko'payish juda keng tarqalgan. Asosan demak bu yerda ko'proq novda va ildiz orqali deb aytib ketilyapti ushbu darsligimizda. Demak, bir qancha usullarda ham ko'payish mumkin. Misol uchun qalamchasidan, bargidan, piyoz boshidan, ildiz bachkisidan, ildiz poyasidan, tugunaklaridan, jingalaklaridan payvandlash usuli orqali ham demak vegetativ organlardan o'simliklarni ko'paytirish mumkin. Ushbu rasmda ham pomidor mevasi keltirilgan. Ushbu o'simlik demak o'simligimizda ham demak vegetativ organlardan barglar, poyalar va ildizlar tasvirlangan, tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, keyingisi gulli o'simliklarning ko'payishi. Gulli o'simliklarning jinsiz ko'payishi vegetativ va jinsiy ko'payishi urug'lanish orqali amalga oshadi. Jinsiy ko'payishda asosan gulli o'simliklarda changlanish va urug'lanish natijasida hosil bo'ladi. Keling, changlanish degan tushuncha bilan tanishib o'tamiz. Changlanish nima? Changlanish gul changdonidagi yetilgan chang donalari urug'chi tumshuqchasiga tushish jarayoniga changlanish deb aytiladi. Changlanishning ikki xil ko'rinishi bor ekan. Demak, birinchisi chetdan changlanish, ikkinchisi o'z-o'zidan changlanish. Demak, chetdan changlanishda gul qanday holatda bo'lsa, demak chetdan changlanishi mumkin. Gul, demak, aynan bitta gulni oladigan bo'lsak, changchi va urug'chisi har xil vaqtda yetilsa, bu chetdan changlanishi mumkin. O'z-o'zidan changlanishda changchi va urug'chi bir xil vaqtda yetilsa, demak gul o'z-o'zini demak changlash mumkin. Aynan chetdan changlanishni ikkita
guruhga bo'lamiz. Birinchisi shamol bilan changlanish, ikkinchisi hasharotlar bilan changlanish. Keling, shamol bilan changlanishni demak qanday ko'rinishlarga egaligini ko'rib chiqamiz. Shamol bilan changlanadigan o'simliklar gullari mayda, hidsiz, ko'rimsiz, ranglari rangsiz, masalan gullari rangsiz, changlari yengil bo'ladi. Aynan shamol uchun shamol bilan tarqalishga moslashgan bo'ladi. Misol uchun o'sha ochiq urug'lilar vakili qarag'ayda rasmlarda ifodalangan. Demak, hasharotlar bilan changlanadigan o'simliklarning gullari chiroyli, xushbo'y, nektarli bo'ladi. Bundan maqsad o'sha hasharotlarni o'ziga jalb qilish. Hasharotlarga demak o'sha xushbo'y nektar ko'proq kerakli bo'lsa, gulga demak gul keyingi masalan gulni changlatish uchun hasharot kerak bo'ladi. Bu narsa uchun hasharotni gul jalb qilish kerak va chiroyli ko'rinishi, xushbo'y hidi, nektari bilan asalarilarni, boshqa bir hasharotlarni o'ziga jalb qilib changlanishi mumkin. Demak, qarang, yuqoridagi changlanish xillaridan tashqari, demak, sun'iy changlatish turi ham bor ekan. Agar o'simlikni guli odamlar tomonidan changlantirilsa, bunday changlanishga sun'iy changlatish deyiladi. O'simlikni changga yig'ib olinadi va boshqa gulli o'simlikning tumshuqchasiga o'tkaziladi. Aynan o'sha chang o'tkazilib changlantiradi. Bundan maqsad hosildorlikni oshirish bo'lsa, birinchi maqsad, ikkinchi yangi navlarni yaratishda foydalanish. Ushbu rasmlarni bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, bu yerda ham o'sha demak bog'bonlar deymizmi, o'sha demak changlantirishga mo'ljallangan mutaxassislar deymizmi, ularning ham asosiy maqsadi mana shu hosildorlikni oshirish va yangi navlarni chiqarish, yaratish ustida demak foydalanish uchun ishlarni olib borishmoqda. Keling, demak o'simliklarning changlanishi, urug' qanday hosil bo'ladi, meva qanday hosil bo'lishini demak tanishib chiqamiz. Demak, o'simliklarda chang donasi degan narsa bor. Chang donasida ikkita hujayra bor. Bittasi vegetativ hujayra, ikkinchisi generativ hujayra. Demak, vegetativ hujayra o'sib, chang naychasini hosil qiladi. Mana shu umuman gulning tuguncha qismini, ichki qismiga demak chang naychasini hosil qiladi vegetativ hujayra. Generativ hujayra esa bo'linib, ikkita spermiyani hosil qiladi. Demak, spermiyalar o'sha chang naychasi orqali urug' kurtakkacha yetib boradi. Urug' kurtakda demak markaziy va tuxum hujayra bor. Spermiyaning biri markaziy hujayra bilan qo'shiladi, spermiyaning ikkinchisi tuxum hujayra bilan qo'shiladi. Qarang, ikkita hujayra bilan qo'shildi. Demak, mana shu jarayon qo'sh urug'lanish. Aynan bu gulli o'simliklar uchun xos. Demak, endi qarang, nima bo'layapti? Aynan tuxum hujayra bilan, ulardan biri tuxum hujayra bilan qo'shilib deyapti, zigota hosil qilar ekan. Demak, undan murdak rivojlanar ekan. Ikkinchi sperm markaziy hujayra bilan demak qo'shilib endospermni hosil qilyapti. Changchi va urug'chining jinsiy hujayralari qo'shilishi qo'sh urug'lanish ham deyiladi. Urug'lanishdan so'ng urug'chi tugunchasi va gulning boshqa qismlaridan mevaning eti hosil bo'lar ekan. Urug' kurtakdan esa urug' hosil bo'ladi. Keling, siz buni bildingizmi sahifasiga yetib keldik. Ushbu sahifamizda biz 7 ta savol keltirdik. Yuqoridagi tushunchalar va ma'lumotlar asosida videoni shu joyda pauza holatiga keltirib, ushbu savollarga javob berib, videoni davom ettirishingiz mumkin. Hammangizga rahmat. Bugungi video darsimiz shundan iborat edi.